Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan mikrochip bor. Mana bugun biz Xorazm viloyati Guldan tomon mototsikl bozoriga keldik. Hozir bu yerda tushgan Jiguli mashina bor ekan. Shuni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Satadavmi? Gaz yo'q axir, benzinda. Nima? 92 yılı, 92. 92-yil? Ha, gazi yo'q, benzinda yurgan mashina. Endi buni aytilishi $1,500 deymiz-ku, kelishatog'mi? Salonlari, Kelishatog'un. yurganlari. Kelishatog'uni bor. 92 yil mi? Hozir ham benzinmi shu? Hozir ham. Yaxshi. Sosteniyasi ham yaxshi. Sosteniyasi yaxshi. Sosteniyasi zo'r ekanmi? Hmm. Yaxshi shop tutganda. Davlatlarni. Gitmene kayıp getir. Telefon nomerlarini aytib o'taman. Egasi bilan gaplashaverasizlar. Ko'rasizlar o'zlar. Mashina o'zbekiston bo'yicha tushundi. Nesi yok, dokument bo'ladi, deyinisam bo'ladi, otko'rsatsam bo'ladi. Necha deyapsiz shunda buni? Necha desak? Mana nesini ham ochib bersangiz, motorlarni ham ko'rsatib bersak. Orqalarini ham ko'rsating. İşte bu yerini ko'rsatmang, bu yerini ko'rsatmang deb o'tamiz. Akkumulyator toza. Toza qo'ydingsan, akkumulyator. Benim ismim Maksut. Ortlarini ham ko'rsatib beramizmi? Ko'rsatib, ortini moda olib tursak bo'ladi, ha? Sosteniyasi yaxshi mashina. Mashinaning sosteniyasi yaxshi deyman. Shunda narxini necha deysiz? Narxini Telefon etib bezovta etib bermaydimi? Pulni so'rab. 15 milyon bo'lsa berib beramiz. 15 million bo'lsa berib beradi. Berib beradi. Ha. Shu yerdan Shu gullarni Gullarning mashina. Gullarning o'zi ham shu yerda mashina. Telefon asosida egasi bilan. Bakışga ham toza ekan ha. 4 ham tozami? bilan taqa. 4 bakışga ham toza ekan. Endi